Okalar servisimizda katta bolalarning mashinasi Gentrans tayyor bo'ldi. Hop, bu mashinaning qilingan ishlarni aytib o'tsam sizlarga. Sonchi zashitka birinchi navbatda okalar oldlab bo'ya qilingan. Krugoy tonirovka globaldan 70-100. Qaranglar, effekti qop-qora turibdi. Endi ichidan bitta ko'rsatay sizlarga. Tashqarilar okalar ko'rinishi. Ko'rasizlar? Hop, endi tashqarisida kelgan stoykalarga e'tibor berasizlarmi? Glansiz stoykalar qo'yilgan, o'ziniki matviy bo'ladi. Ikkita bakoylarni ham mana stoykalarigacha hammasini glansiz qilib berilgan okalar. Endi sekin ichiga kiramiz. Hop, salonga bitta e'tibor berasizlar. Kolonkalar o'zgargan, 16 talik pionerdan qo'yilgan, pishalkalarigacha o'zgartirilgan okalar. Endi ichiga o'tiramiz. Hop. Chetda anatomiya qilingan Malibu rul va CC Ush o'zini oldingi kameralari bor. Okalar, kimga shunaqa xizmatlar qiziqayotgan bo'lsa, bemalol avtotunistovskiga kelasizlar. Har kun soat 12 ga o'tamiz. Aynan Gentralning skromniy navaratlari bilan sizlarni bilib beramiz. Hatto mashinani bitta ko'rmasanglar bo'lmaydi okalar. Bitta monitor, Malibu rulni o'zi ochib qo'ygan, ko'rasizlar salonni. Endi o'zi qora mashina bilasizlar, o'zi krugoy tonirovka va ichi yonadi. Krugoy tonirovka qilib berganmiz bularga ham. Bemalol kelasizlar, past nomer sizlar xizmat keladi.